Nomzodlar kelinlikka juda ko'p bo'lgan. Nega aynan Asilani tanladingiz? Biza erga tegmay o'taylikmi? Unaqa yuzma-yuz ko'rishib gaplashmaganmiz. Shu taklif berganlar menga 1 minutda butun hayotim ko'z oldimdan o'tib ketgan. Keyin hadeb javob berib yuborganman bular uchun. Yozganlar shu ozgina yaqin olib kelganlar, keyin men aytganman, aka bo'pti, musobaqadan keyin gaplashamiz siz bilan deganman-da. Bu qizga shunchaki o'ylandi. Ajrashib ketadi bu deb o'ylashgan. Haqiqatda hamma sharoit qildi, pul uchun uylandi, u yoq, bu yoq. To'ydan keyin ajrashib ketsa kerak deb o'yladim. Ajrashib ketib qattiq qo'liklari menga o'tmay. Mani yomon deydi. O'zi qizini ko'zi ko'rar ekanmi deb yozganda. Onasi sog'lom tug'ilgandan keyin bolada nima muammo bo'lishi mumkin? Hop ko'rmayman, nima bo'pti? Men nolimayapmanmi? Boshqalarni nima qiziqtiradi? Ko'plar meni pulim hisob-kitob qiladi. Olimpiadada ko'zimni ko'rmasdan turib rekord qo'yapman-ku. Uyda hech narsa emas-da. Instagramda hamma kommentni o'qiyapman deb yozib qo'yasiz. O'qiyman. Hattoki sizga ko'zini bermoqchi bo'lgan odam ham bo'lgan ekan. Demak, assalomu alaykum Yashin TV YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugungi intervyuimiz boshqalardan biroz farq qiladi. Negaki biz doim intervyularimizda o'zgacha formatda olishda va boshqa rukundagi intervyular qo'shishga ham ahd qilganmiz va bu intervyu sizga juda ham foydali bo'ladi. Bugungi qahramonlarimiz sportchilar oilasi bo'lgan Salimovlar oilasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Asila charchamayapsizmi? Yo'q, yaxshi. Oxirgi kunda nimalar bilan bandsiz? Trenirovka bilan. Boshlab o'rgan ekansiz. Ha, boshladik. Chunki keyingi yil o'sha jahon chempionati bor. Tayyorgarliklar qanday ketyapti? Tayyorgarlik yaxshi. Sekin-sekin boshlayapmiz hozir. Oxirgi paytda ko'rib o'tiribman. Umuman Instagramga juda yaxshi urg'u beryapsizlar. O'sha oilaga oid bo'lgan turli xil rukundagi videolarni ko'ryapmiz. Buni umuman bunday videolarga kim turtki bo'lyapti? Pochchami yoki o'zingizmi? Liza Diamond yangiliklar qilishdan aslo charchamaydi. Dubay quyma tillalarni endi siz aynan Liza Golddan topasiz. $750 probaga ega bo'lgan ushbu Dubay quyma tillalari nafaqat naqdga, balki muddatli to'lovga ham bo'lib to'lashga bor. Agar sizda qandaydir savol tug'ilsa, murojaat uchun ushbu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Liza Diamond va Liza Gold bu aristokratlar tanlovi. O'zi Instagramni uncha ko'p yurg'izmasdim. Olimpiadadan keyin shu Instagram yurg'izishni boshlaganmiz. Qanaqa paytda Instagram yurg'izaman? Bekor bo'lgan vaqtlarim. 1 yil sportda bo'lmadim. O'sha paytlari Instagram yurg'izishni boshladim. Lekin hozir endi yaqin katta musobaqalar oldi Instagram yurg'izishni to'xtataman. Chunki kerak emas. Diqqatimiz bo'ladi. Juda unaqa podpischik ko'paytirishga million, 2 million bo'lishi umuman qiziqmayman. Просто tak o'zimiz uchun qo'yib boramiz. Baribirga ham hamma o'zini oilaviy muhitini qo'yib oladi-ku. Shunaqa qiziq jarayon. Demak, karate bo'yicha trener Shohruh Salimov, ya'ni Asila Mirziyoyevani turmush o'rtoqlari. Hammamiz taniymiz. O'sha sizda nima gaplar? Biz Asilani hozir sportga tiklanish mashg'ulotlarida o'z birgalikda harakat qilyapmiz. Abduvohid, mana Asila, murabbiy Sardor aka, xudo xolasa. Musobaqalarga tayyorgarlik ham o'zimni sportimni ham Asilani yo'nalishida vaqt ajratib. Endi hayotimiz yaxshi ketyapti hozir. Ko'ztaymiz oxirgacha shunaqa bo'lsin. Shunaqa. 1 yil tanaffusda bo'ldim deyapsiz. 1 yil ayni o'sha dekretda bo'ldingiz. Shunaqa. Farzandli bo'libsiz, tabriklayman. Rahmat. Qizchani otini kim qo'ydi? Dadasi qo'ygan. Nima uchun? Unaqa ism qo'ydi, chiroyli ism qo'ydi sizlarga. Bilmadim, endi ismlar ro'yxatini qarab chiqamiz, ism yoqib qolgandi. Men o'zi Rayhona deb aytgandim. Keyin turmush o'rtog'im hech kimga o'xshamagan bo'lishi kerak deb Rayhona deb qo'yganlar. Rayhon ismi bor, lekin juda kam. Bor. Arabchada Rayhon deyiladi. O'zi shu Rayhonni ham ma'nosi arabchada Rayhon deyiladi. U jannat guli degani. Keyin bitta gap aytgan ekansiz, o'sha qizchangiz olib chiqayotganda chempionkamiz degansiz. Demak, kelajakda aynan farzandlaringlar ham sportchi bo'ladi menimcha, shundaymi? Endi avvalo o'zini xohishiga qaraymiz birinchi navbatda. Sportchi bo'laman desa, qo'llab-quvvatlaymiz, boshqa kasb xohlasa. Boshqa kasb. Asilani o'zi ham rejalari bor edi farzandimiz haqida.
Qanday Men rejalar? ko'proq doktor bo'lishni xohlayman. Nima uchun? Chunki o'zim ham yoshligimda shu doktor bo'lishni orzu qilganman. Keyinchalik sportga yo'nalib ketganman. Shuning uchun hozir lekin shu boshida karate bilan shug'ullantiramiz qizimni kichkinaligidan. Agar karate olimpiadaga qo'shilsa, qizim karatist bo'ladi, xudo xohlasa. Siz shifokor bo'lishni ham rejalashtirganmisiz? Jurnalist bo'lishni ham rejalashtirgandingiz. Shu ikkita yo'nalishdan bittasiga ketadi. Bu yoq endi o'zini xohishiga Aha, qarang, sizningcha shunaqa. katta bo'lavergan sari o'zini qiziqishiga qarab Demak, olib ketadi. o'tlaymiz, ha. Xo'p, kelinglar, yaxshisi noldan boshlaymiz. Hamma qiziqadigan savolni beraman. O'zi bu ikkita yosh qanaqa tanishgan? Sevgi qayerdan boshlangan? Shunga to'xtalaylik-da. Qanday gap otgansiz? Birinchi marta qo'rqmaganmisiz gap otganda? Meni urishib bersa, o'zi urushqoqligi bilinadi aslida. Jahli tez chiqishi bilinadi rostdan. Biz sevishib yurmaganmiz. Kichkinaligimizda men ko'zim ko'rgan payti 15 yoshimgacha ko'rganman. Shu Qashqadaryoda Qarshi shahrida Oybek akani zalida trenirovka qilardik. Men 12 yosh bo'lganman, bular mendan kattaroq bo'lganlar. Men Adborda, bular Zborda trenirovka qilgan. O'shanda ko'rganmiz. Keyin shunda ham juda yaqin bo'lmaganmiz. Salom tanish bo'lganmiz, ha. Shuni. Siz qanday yaxshi ko'rib qolgansiz, xo'p-chi? Aytib berish qiyin narsa. Yo'q, aytib berish kerak-da. Endi qiziqadiganlar bor. Gap otganda baribir hayajonlanadi odam, sevgi izhor qilayotganda. Qanday qilib buni bildirgansiz Asilaga? Endi uzoq vaqtdan beri Asilani musobaqalar bilan Instagram orqali yozishadi. Men Qashqadaryoda bo'lganman, Asila Toshkentda, Zborda bo'lgan doim. Instagramda yozib turardik. turganmiz. Endi musobaqalar bo'lganda shu omad tilab, har doimgidek, yaxshimisan, yaxshi yuribsan, men avvaldan tanish bo'lganimiz uchun 2022-yildan shu men Instagram ochganman, o'shanda podpiska bosib menga yozishni boshlagan. Qanday bo'lgan o'shanda birinchi marta qo'lingiz so'rab? Yo'q, unda faqat tabrik, salom-alik bo'lgan. Yoki birinchi sovchi qo'yganlar? Yo'q. o'zi bilan Tanish bo'lib yurganmiz. Yo'q, aytmayapsiz-da, ochinglar shu joyni, ochinglar. Yopiq, zakрытый bo'lib qolyapti-da. Yo'q, sovchi hammasi olimpiadadan keyin bo'lgan, chunki men ungacha faqat xayolim olimpiadada bo'lgan. Gapga ham olib kelmasdim. Yo'q. Ungacha baribir gapimiz to'g'ri nima olib bormaganman mana. Musobaqaga borib, endi gaplashaversangiz, kim nima xohlayotganini tushunib turasiz. Diqqatdan qanaqa bo'lyapti mashg'ulotlaring, nimada qiynalyapsan, nimada yaxshi ketyapti, nimaga kayfiyating yo'q. Endi gaplashib turadi. Ko'mak bo'lib turgan. Ha, u bilmagan holda u sevgi paydo bo'lgan, uni bilib bo'lmaydi. Uni shuning uchun qaysi vaqt qanday boshlanganini bilmaymiz biz ikkalamiz. Bir-birimizga birinchi navbatda ishonch bo'ldi, bir-birimizga gapim, bir-birimizni tushuna oldik. Hech qayerda unaqa yuzma-yuz ko'rishib gaplashmaganmiz. Shu olimpiadadan keyin, sovchilardan keyin biz birinchi uchrashuvga chiqib gaplashganmiz. Undan keyin to'y bo'lib ketdi. Chiroyli kelin bo'ldingiz. To'ylarni o'zimiz ham maza qilib ko'rdik, zo'r bo'ldi. Xo'p, to'ydan keyin hayot qanday bo'ldi? Qiynalmadingizmi? Baribir oila, sport, o'ziga yarasha mashaqqatlari bo'ladi-ku. Yo'q, Qiyinlik qilmadim. biz alohida yashaganmiz, chunki bular 4 ta o'g'il bo'lganlari uchun biz alohida chiqib ketganmiz. Shuning uchun uncha qiyin bo'lmagan yashash. O'zim ham ro'zg'orda bemalol eplaydiganman. Bemalol ovqat pishirar ekansiz, shundan buyon. Shunaqa. U ovqat pishirishni oldin o'sha ukam bilan birga uyda turardik. O'shanda ukam bilan birga ovqat qilib o'rganib ketganmiz biz. Hattoki bugungi kunda Instagramingizda ko'rdim, uy ishlarini umuman qiynalmasdan qilyapsiz. Tozalikka juda e'tiborli ekansiz. Uncha uy bekalaridan yaxshi tozalikka qarar ekansiz. Shunaqa. Nima, pocha yordam beralarmi yoki bo'lmasam o'zingiz bemalol shunaqa ish qilsangiz maza qilib ish qilasizmi? Yo'q, o'zim bemalol hamma ishni qila olaman, lekin bular ham qarab o'tirmaydi hech kim. Kim uyda yonida bo'lsa yordam berishadi. Bugungi kunda ham onasiz, ham uy bekasi, ham sevimli yor, hamda jahon chempionatiga tayyorlanyapsiz. Bu uchalasini qanday eplayapsiz Asila? Oldin qiyinroq edi, hozir uncha qiyin emas. Nabarotiga qizim bor. Qizimni ko'rsam xursand bo'lib ketaman har doim. Qizim uchun harakat qilishim kerak deb o'ylayman. Oldingidan ko'ra ancha yengil hozir mashg'ulot qilish, vaqt o'tishlari juda tez. Lekin bolani ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor-da. Kimdir sizga qarashyaptimi yoki bo'lmasam o'zingiz bemalol eplayapsizmi? Yo'q, bolamga ayam qarab beradilar. O'zim onam, keyin u yoqqa borganda qaynonam, Qashqadaryoga borganda, hozir qizim Qashqadaryoga ketgan ayam bilan. Ular o'zlari qarab katta qilib berishadi. Qizim o'zi unaqa beozor, unaqa injiq ham emas, yig'loq ham emas. Umuman odamni qiynamaydigan chaqaloq. Juda yaxshi hozir. Men bitta videoni ko'rib qoldim. To'g'risi o'zim ham juda ta'sirlandim. O'sha
Rayhona edi ismlari. Rayhona. Rayhonani olib chiqayotganingizda rosa yig'lagansiz. Nima uchun Asila? Xursandligimdan yig'laganman-da. Bola qanaqa ekan? O'sha homiladorligimda ko'p Instagramda mana shu chaqaloqlarni olib chiqqanda videolarni ko'rardim-da. Havasim ketardi. Mana o'sha kunga borsam, mana shunaqa qilaman, shunaqa chiqaman raddomdan, Oybinni bilan chaqiramiz degan narsalar bo'lgan. Keyin o'sha holat bo'lganida juda ham ta'sirlanib ketganman-da. O'sha qizim, men, turmush o'rtog'im birga qizim tug'ilganda umuman juda ham xursand bo'lganman. Bilingan xursandlik. Ona bo'lib onani, ota bo'lib otani tushunadi deyshadi-yu. Qanday bo'ldi shu narsa ikkalalaringizda ham? Umumanda boshida boshlangan shu qizim hali tug'ilmasa oldin 3 oylikgacha ozgina qiynalganman, toksikoz boshqa bo'lardi. O'sha payt ona bo'lish qiyinligini tushunganman. Juda ham og'ir ahvolda bo'lganman. Ayamga ko'p gapirardim, aya qiynalib ketyapman. Hali 9 oy hali oldinda qachon keladi, nima bo'ladi, boshida ozgina qiynalganman juda ham. O'shanda ham ayam o'zlari yonimda bo'lib qaraganlar. Nima deb o'ylaysiz? Qiz bolani omadi bu turmush o'rtog'ining yaxshi chiqishida hammi? To'g'ri. Nima? Savolga tushunmadim. Qiz bolani omadi bu omadli turmushga, ya'ni umuman yaxshi turmush o'rtoq uchrashida hammi? Misol uchun, endi kuyovimiz, umuman pochchamiz qanday inson? Qaysi xislatlarni hurmat qilasiz? O'sha o'zingiz xohlaganday uchradimi? Endi urushlar bo'lib turadi, bilamiz. Hech qaysi oila ideal emas. O'zim xohlagandek bo'lganlar uchun turmushga chiqqanman. Men juda ham ko'p o'ylardim, men qanaqa inson bilan turmush quraman. Men xarakterim juda aytganingizdek jiddiyroq. Qaysarsiz? Keskin qaror qabul qilaman. Fikrimni hech kim qaytara olmaydi. Shuning uchun turmushga chiqayotgan insonim bilan kelisha oladigan inson bo'lish kerak. Shuning uchun bularning xarakterlari menga tushgani uchun shu taklif berganlar menga 1 minutda butun hayotim ko'z oldimdan o'tib ketgan, keyin ha deb javob berib yuborganman bularga. Shu 1 minutda o'ylaganman hammasini. Shunday bo'lgan. Shunday. Aytib bering, endi siz aytib bering. Sizni talqiningiz bo'yicha eshitamiz. Men nima deymiz? Men aytaman, bir narsa deb bera olmayman. Gaplashib yurganmiz, shu nima deydi, gap ochilib ketadi. Gap ochilgan davomida shu taklif. O'sha payt dangalayotganingizni qarang. O'sha vaqtda aytganman, men bu ozroq vaqt o'ylab ko'rib, bundan javobini aytgan. Rozimanmi? Mayli deb. Endi bu narsaga ham kelishga ham ancha vaqt kerak bo'lgan. Bir-birimizni eng muhim tushuna oldikda. Olimpiadadan 2-3 yil oldin o'zi gaplashib boshlaganmiz, salom alaykum qilib. Faqat tanish bo'lgansizlar-da. Lekin muhabbat uchqunlari uyg'ongan, lekin ayta olmagansizlar bu oilaga. Shunaqa bo'lgan. Endi biz nima bo'layotgan endi meni xayolimda faqat trenirovka bo'lgan. Endi baribirga ham bo'ladi-yu, qiz bolada ichidan kimdir yaxshi gapirsa yoqadi-yu. Sizda ham menimcha plus bo'lganki, bo'lmasa birdaniga rozi bo'lmasdingiz. Olimpiadadan oldin musobaqamda Fransiyada yozganlar. Musobaqamga 15 kun qolgan, yozganlar shu ozgina yaqin olib kelganlar. Keyin men aytganman, aka bo'pti, musobaqadan keyin gaplashamiz siz bilan deganman-da. Shu bilan keyin bular bilan umuman esimdan chiqib ketgan. Musobaqani yutganman, keyin tadbirlar boshlangan, ishlarim ko'payib ketgan, shu 1-1,5 oy vaqt yozmay ketganman-da bularga. Lekin musobaqadan qanchadan keyin to'y? Tabriklarga keyin yozaman. Tabriklarga lachmetga qilib qo'yganman, bo'ldi. Shu bilan keyin yana 1,5 oy gaplashmay ketganmiz. Menimcha olimpiadadan qanchadan keyin to'yinglar bo'ldi sizlarni? Taxminiy 6 oydan keyin. 6 oydan keyin. Shu 6 oygacha men aytdim, tez bo'lib ketdi. Bular anchadan oldin tanish bo'lishgan deb o'ylagandim-da men. Oktyabrda, shu sentyabrda kelgan bo'lsak, oktyabr oxirlarida o'sha takliflarni aytganlar, keyin men ha deganman. Shu bilan yanvarda to'yimiz bo'lib ketdi. Juda baxtli oilasizlar, ko'z tegmasin. Xo'p, oilani boya yuqorida aytdim, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Siz nimalarda yon bosasiz turmush o'rtog'ingizda, turmush o'rtog'ingiz esa Asilaga nisbatan nimalarda yon bosadilar? 100%. Har doim. Endi har bir-birimizni ma'qullaymiz har doim. Chunki Asila ham yosh bolamiz, men ham yosh bolamas. To'g'ri. Kammi ko'pmi bolalar bilan ham ishlayman. Psixolog. Lekin siz qattiq qo'lsiz, bilishim bo'yicha, chunki karate sohasida trenersiz, undan tashqari, lekin qattiq qo'lligingiz Asilaga kelganda o'tmaydi. Siz bilarkansiz-ku. Shu sohani ichidamiz. O'zim ham yashayman-da, chunki oilaliman. Qattiq qo'lliklari menga o'tmaydi. O'tmaydi. Yo'q, qilmaydilar menga unaqa. Chunki sizni yaxshi ko'rishlari bilinadi, tasavvur o'ylaydilar. Endi qattiq qo'l qachon bo'ladi? Aytgan qilmasa, ko'nglingizdagi ishni qilmagan vaqt qattiq qo'l bo'ladi.
unaqa vaziyatlar bo'lmaydi bizda. Bir-birimizni Hozircha tushunamiz ko'ngildagi shunday, deydi. hamma narsa. Bir-birimizni tushunib vaziyatimizga qarab nima qilib ketaveramiz. U yosh bo'lsak ham bir-birimizga qarab tushunchamiz bo'lmasa tortishib, "San bunaqa qilma, bunaqa qilma, yoqqa borma, bu yoqqa borma." Vaziyatni aytamiz ochiqcha, yoshiradigan hech qanday bir-birimizni narsamizga. Mana shunaqa vaziyat. Bo'ldi, mana bunaqa qilamiz. Bunaqa vaziyat bo'lsa, bunaqa qilamiz. Bir-birimiz gapimizni xullas ma'qullaymizda, to'g'ri bo'lsa to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri, bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Shuning uchun menimcha bunday muammo bo'lmaydi bizda. Qattiqqo'llikka ham imkon bo'lgani yo'q, boshqa narsaga. Ziddiyatli vaziyatlarda qanday gaplashib olasizlar? O'tirib ochiqcha gaplashib olasizlarmi shunda? Shunday. Sizchi fikringizni bildiringchi. Manmi? Men ichimda hammasini aytib tashlayman. Men yig'ib o'tirmayman. Ichimga yig'ilgan narsani baribir bir kun gapirishim kerak. Shuning uchun hammasini aytib tashlayman bo'laga. O'shanda hammasi oson bo'ladi. Shuning uchun bizlar boyagidek tortinib, nimadir, kimdandir nimadir shubhangiz bo'lsa, o'ylab turib yuziga ayta olmay tortib bizda bunaqa bo'lmaydi. Bu ham aytib tashlaydi, mana o'zi shunday bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lgani uchunmi, bilmayman, bizda bunday muammo bo'lmaydi-da, 2-3 kunga, undan keyin bir kundan o'sha. Araz uzoq cho'zilmaydi demak. Yo'q. O xo'p, o'zi umuman kim arazchi oilada? Yo'q, arazchi desangiz qanday desam? Bizlar arazlashib o'tirishga vaqtimiz ham yo'q-da. To'g'ri, lekin umuman vaqtimiz vaziyatga yo'q. kelmagan siz savolingizga. O'zi to'yimizdan keyin sirazi farzand kutdik, keyin farzandimiz bilan bo'lib ketdik, keyin farzandimiz tug'ildi. Hozir umuman bir-birimizdan gaplashishga ham vaqt bo'lmay qoladi, qizimiz bo'lsa. Umuman unaqa arazlab o'tirishga, maydalashishga vaqtimiz yo'q unaqa. To'g'ri. Mana musobaqalarga ketaman, trenировkadan bor. Baxtli bo'lish sirlaridan biri bu o'sha mayda gap bo'lmaslik, araz saqlamaslik. Sizda borlar nimadir shubha bo'lib, birdan aytish kerak ochiqchasi. Mana shunaqa bo'lyapti, shunaqa narsa menga yoqmayapti, nima bo'lyapti? To'g'ri, lekin sizlar to'g'ri yo'ldasizlar deydi-ku. Xo'p, kim rashkchiroq? Ikkalamiz. Kim ko'p sevadi? Ikkalamiz ham bo'lsa kerak. Kim mulohazani ko'p qiladi? Oilada bosib turadi. Siz. To'g'ri, erkak kishi bo'lishi kerak deyman. Asila, o'sha o'zingiz haqingizda gapirgansiz, lekin kichkinaligingiz o'sha boshidan hech kim intervyuda to'xtalmagan ekan. Keling, bugun shu intervyuda to'xtalamiz. Umuman yoshligingiz qanday o'tgan? O'sha 15 yoshgacha ko'rganman dedingiz. Ko'proq nima xotiralarni eslaysiz? Yoshligim juda ham zo'r o'tgan. 15 yoshgacha sog'lom bo'lganman. Shu kechqurun hamma qatori uyga kirmaydigan, ko'chani yaxshi ko'radigan qiz bo'lganman. 15 yoshimgacha maktablarda a'lochi qiz bo'lganman, pianino chalishga borganman, karatega borganman, futbolga borganman, raqsga borganman. Hamma to'garaklarga qatnashib, shu aktiv qiz bo'lib katta bo'lganman. Bolaligim zo'r o'tgan, maza qilaman eslasam. Tushunarli. Aytdi, har doim o'sha ko'zingizni uzr bu savol uchun, ko'zingizni ko'rmay qolganiga sabab shu koptok orqali urilish haqida aytgansiz, lekin batafsil qanday bo'lgani haqida hech qaysi intervyuda aytmagansiz. Lagerga ko'p borganman. Shu har yili 7-sinfdan keyin ham 3 oy kanikul lager, 8-sinfdan keyin ham 3 oy kanikul lager. Oxirgi yillar shu 4 marta ham lagerga borganman. Boshimdan quvnoq startlar bo'lganda koptok tekkan qattiq. To'rparda ko'chishi boshlangan. O'shandan keyin doktorlar operatsiya qilish kerak, operatsiya qilib, uni bosib joyiga qo'yamiz deyishgan. Lekin operatsiya foyda bermagan. Shu to'rpardan polniy ko'chib ketgan. Hozir ham polniy to'rpardan ko'chib ketgan. Uni hech qanaqa surishtirdik. Hozircha unaqa qo'yib, donor qiladigan yo davolaydigan vaziyatda emas. Tushundim. Shuning uchun trenirovkamni davom ettiraverman. Hattoki sizga ko'zini bermoqchi bo'lgan odam ham bo'lgan ekan. Ukamga telefon qilib aytishgan. Keyin Abduvohid haqida o'sha hozir kadrimiz orqasida aynan ukalari ham o'tiribdilar. Ko'rdim, ko'p videolarda doim oldingizda yurgan ekanlar. Ukani umuman Abduvohidning roli qanday siz uchun? Liza Diamond yangiliklar qilishdan aslo charchamaydi. Dubay quyma tillalarni endi siz aynan Liza Gold'dan topasiz. 750 probaga ega bo'lgan ushbu Dubay quyma tillalari nafaqat naqdga, balki muddatli to'lovga ham bo'lib to'lashga bor. Agar sizda qandaydir savol tug'ilsa, murojaat uchun ushbu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Liza Diamond va Liza Gold bu aristokratlar tanlovi.
yo'q, ukam kelgandan keyin o'zi trenirovkamda rezultatlarim yaxshi bo'lishni boshlagan. Chunki begona odam olib yurgani bilan baribir u sizni yoqtirib olib yuradimi yo manfaati bilan olib yuradimi, u chempion bo'lsa menga manmuncha beradi yo bo'lmasa baribir ko'ngildan olib yurmaydida va bir kun kelib ko'ngil xiralik bo'ladi. Shuning uchun ukam unda kichkina edi. Men sportga kelganimda, men o'zim 17-16 yoshga kelganimda, ukam 15 yosh bo'lganda. Keyin oradan bir 2-3 yil o'tib, ukam 17 yosh bo'lgandan keyin oldimga chaqirib olganman. O'shandan keyin birga trenirovka qilamiz. 7 yillar bo'ldi birga trenirovka qilamiz ukam bilan. Undan olganda ular ham sportchi ekanlar. Shunaqa. Xo'p. Ota-onangiz haqlarida ham gapirib bering biroz. Otangiz sababchi bo'lgan ekanlar, uni bildim, sport sohasiga kirishingizga. Onangiz uy bekasizlarmi yoki bo'lmasam? Dadam sababchilar paralimpiya sportiga kelishimga, chunki dadam endi ko'p ko'chada yurganlari uchun ish bilan ko'rganlar paralimpiya sportchilarni. Keyin ularni shu ishxonalari homiylik qilgan, Qashqadaryoda paralimpiya sportchilariga taqdirlashlarga musobaqalar borib yurgan. Menga dadam kelib aytganlar, shunaqa sportchilar bor Asila deganda, men boshda yo'q, dada nima deganingiz, men ko'rib ketaman hali, bormayman men unaqa sport turiga deb xafa bo'lganman. Keyin qiziqtirganlar dadam. O'shandan keyin paralimpiya sportiga kelganman. Ayam uy bekasi bo'lganlar, lekin hozirgi kungacha 25-maktabda kutubxonada ishlaydilar. Demak, bundan olganda ziyolilar oilasida yetishgansiz. Xo'p, lekin bir tomondan hamma narsa yaxshilikka bo'lganki, mana paralimpiyada chempioni bo'lishgacha keldingiz. Hamma narsa ham yaxshilikka deb o'ylayman. Nima bo'lsa. Bunday olib qaraganda, men o'zi ko'zim ko'rib 100% sopol-sog'lom bo'lib yurib, taqdir aylantirib meni sportga olib kelib, chempion darajasiga chiqarib qo'ydi-da. Umuman kutilmagan holat. Umuman o'zingiz sportchi bo'laman ham deb o'ylamagansiz-da hattoki. Yo'q. Siz o'zi ko'proq san'at sohalariga qiziqqan ekansiz. Men hamma sohaga qiziqib ketardim. Ovozni ham yaxshi bilishim uchun qo'shiq ham aytgansiz. Yo'q, uyda o'zimiz eshitdim, mikrofonlar. Mikrofonlar uyda bor, shunda qo'shiq aytib turaman. Instagramda hamma kommentni o'qiyapman deb yozib qo'yasiz. O'qiyman. Rostdan o'qiysizmi? Telefonim programmasi bor, shunaqa o'qib beradi. iPhone'da bor shunaqa programma. O'sha negativlarni o'ziga olmaysizmi? Lekin bildim negativlardan juda jahlingiz chiqadi. Chiqadi, birga bir yozib ketaman. Xo'p, nima jahlingizni chiqargan? Qaysi fikr? Qaysi negativ? Yo'q, hozir aytib beraman. Shularni o'ylab turdim, intervyuda aytib beraman. Bittasi yaqinda yozgan, men shu qizga qoyil qoldim. To'ydan keyin bu yigit uylansa bunga nima? To'ydan keyin ajrashib ketsa kerak deb o'yladim. Ajrashib ketmadi. Baxtli bo'lsin deb yozib qo'yibdi-da. Keyin jahlim chiqdi, men bilan ajrashib ketishlari kerak. Bular nima, men yaxshi turmush o'rtoq bo'lamayman. Ular meni bilmaydi-da, uyda qanaqa ish qilishimni, boshqa negativlar. Meni yomon deb o'ylashadi. Yo'q, bu bola to'ydan keyin ajrashib ketsa kerak bu qizdan deb o'ylagan. Men bunaqa o'ylashgan. Bu qizga shunchaki o'ylandi. Ajrashib ketadi bu deb o'ylashgan. Shunaqa deb yozganda. Bu sizni xafa qilgani aniq. Asabim buzilib ketdi. Xo'p, mana aytyapsiz, bilmaydi bular meni uyda qanaqa ish qilishimni deyapsiz. Shuning uchun qo'ydim-da uydagi ishlarimni. O'zi qo'yishni yomon ko'raman. Shuning uchun men qanaqa ish qilib, endi bitta ovqat qilib qo'yishim qoldi. Shuni ko'rishsa keyin gapirishmaydi. Yo, o'zi umuman sportchini ovqat qilishga ham deyarli vaqti bo'lmaydi. Trenirovkalardan oshib, lekin xo'p, uyda qaysi paytlarda ovqat qilib turasiz? Qanday ovqat yaxshi ko'radi ekan pochcha? Hamma ovqat qilaveraman. Molidek, ham ovqat qila olasiz. Yana bitta kommentariyada negativ yomon ko'raman, yaqinda yozgan. O'zi qizini ko'zi ko'rar ekanmi deb yozganda, keyin atvet qilib men ham yozdim. Allohga shukr, bolajonim ko'zi soppa-sog'. Onasi sog'lom tug'ilgandan keyin bolada nima muammo bo'lishi mumkin deb yozdim. Menimcha uyalgandan keyin o'chirib tashladi o'sha kommentariyasini. Endi chaqaloqni hech kim gapirishga haqqi yo'q-da. Chunki bolani aybi yo'q hech narsada. Shuda, chunki menda ham unaqa tug'ma nuqson yo qarindoshlarimizda yo oilamizda unaqa narsa bo'lmaganda, orttirilgan bo'lgan. Qizimni ko'rsangiz, qo'g'irchoqdek qizda. Ko'rdim, rosa chiroyli, shirinchi ekan. Prinsessaga o'xshaydi. Shuning uchun hali unaqa to'liq qizim ichimga ko'rsatmayman, ko'z tegadi. Lekin men ko'rib bo'ldim. Nima deb o'ylaysiz? Lekin qizim Xudoga shukr, soppa-sog'. O'sha negativlardan ham chiroyli qizim o'zi. Asal. Ma'lumot o'rnida Asilani qizlari soppa-sog'lom va ko'radi. To'rtburchasi sog', shu uchun iltimos bolaga nisbatan unaqa negativ yozmanglar. Bu yoqda kimga nima desanglar ham bolaga nisbatan sizlarning yozishga umuman haqqinglar yo'q. O'zi rostdan ham o'qinglar-ki, hamma komment uchun bilib yozinglar. Birga bir tashlashib ketishi mumkin. Agar
Siz men yozganimda kim javob berdi Instagramdan? man Asli o'zi javob berdingizmi? man sizga javob berdim. Ha, bo'ldi. Men o'yladim. Ha, siz faqat telefonda javob berasiz. Men o'ylabman siz keyin men yozdim Instagramdan yozdim, siz javob berdingiz desam, ha deganlarga men siz yozyapsiz deb o'ylabman-da. Asilani o'zlari qoyil. Hech qanaqa xatolarsiz tindiq yozilgan. Xo'p. Xatolar men yozaman. Ha, xatolar siz yozasiz. Ko'pchilik o'ylaydi, mana hozir gapingizdan o'sha ko'zingiz ko'rmadi, lekin siz tushkunlikka tushib qolmadingiz va sportdan davom ettirdingiz. O'sha ko'pchilik qizlarga qandaydir ma'noda motivatsiya bo'ldingiz-da. Shuni aytingki, unga o'zib qo'ygan qizlar bo'lishi mumkin. Balki shu intervyuni ko'rib ularda ham xohish uyg'onar. Tushkunlikka tushmadi degan gap yo'q. Hamma tushkunlikka tushadi. Men 2 yil tushkunlikka tushib, uyda o'tirib bo'larim bo'lib, o'zi hamma narsa miyamga urib, keyin boshqa ilojim yo'qligidan chiqib ketishga harakat qilganman bu vaziyatdan. O'sha sizni boshingizda qanaqa tashvish bo'lsa, bizlarning ham boshimizdan shunaqa narsa o'tgan. To'g'ri. Hammani boshidan o'tadi. Balki bizda ko'proq o'tgandir, balki sizda ko'proq o'tgandir u narsa. Lekin chidaganmiz. Endi o'tirmayman-ku uyda menga qilib berishsin yo nimadir qilishsin deb imkoniyat bor ekan, ozgina shu paralimpiya sporti borligi uchun kirib ketganmiz shu sportga qiziqib. Chempion bo'laman deb o'ylamaganman. Shu bilmadim, taqdir bo'lib aylanib 2 karra jahon chempioni bo'lib ketdim, olimpiadani yutdim. 28 yillik rekord yangiladim. Hamma aytdi, sen tug'ilmasingdan oldin qo'yilgan rekordni yangilading deb. Bu hammasi taqdir, peshonaga nima yozilgan bo'lsa shu bo'ladi deb o'ylayman. Aha. Endi shu o'rinda bitta pochaga savolim bor-da. Endi bu savolimdan xafa bo'lishinglar mumkin. Men juda qattiq savol berishlarim bor. Boshida sizda qizlar, nomzodlar kelinlikka juda ko'p bo'lgan. Nega aynan Asilani tanladingiz? Men bilaman, ayollarga yoqmagan. Men kim nomzod bo'lganlarini ham bilaman. Roshchisizmi bu? Shunaqa. Keyin onalariga yoqmagan qizlar. Ha. Keyin men aytganda keyin ularga yoqqan. Oyijoningiz bilan munosabatingiz qanday? Yaxshi. Misol uchun nechta 4 ta ovsin bo'ladi-da, shunda to'g'ri? Ha. Hozir siz kenja kelinmi, katta kelinmi? Kenjasi. Kenja kelini. Kenja o'g'il olib chiqib ketgansiz. Shunga nisbatan ham negativlar bo'ladi, xohlaymizmi yo'qmi, qarindoshlar tomonidan gap so'zlar bo'ladi. O'zi kenja o'g'il edi, Asila olib chiqib ketib qoldi degan gaplarga javobingiz qanday bo'ladi? Endi ular nima desam, mendan tashqari ham bitta akalarini shu ovsinim birga yashashadi. Chunki ular akalari ko'p ishda bo'ladilar, kam uyda bo'ladilar. O'shaning uchun uni oldlarda olib qolishgan. Ular bruzlar qolib ketmagan. Bizdan tashqari kelinlari bor oldida. Biz Qarshiga borganda bemalol har kun borib, qizimizni olib boramiz, gaplashamiz, o'tiramiz, telefonda gaplashamiz. Asilani tanlashimga sabab endi taqdirda avvalambor. Biz vaqtimiz ham bo'lmagan-ku. Tinimsiz musobaqalarda yurganmiz. Ertalab 8da chiqib ketdik, kechqurun 11, 12 birda qaytganmiz uyga. Endi men tonigan hamma biladi qanaqa yurganman, nima qilib yurganman, hammasi biladi o'g'illarim, do'stlarim ko'proq. Akalari ko'p bo'lgan, shuning uchun kech uylanganlar. Ha, tushunarli. Keyinchi farzand bo'lgan uchun albatta ochib yetib kelish kerak. Ochirib Ochirman, endi biz uydagilar har doim men o'zimda ham shunaqa, uydagilar dadam ham, men ham shunday. Avval o'zimiz xohishimizga qarashadi. Birinchi navbatda nimani xohlaysan o'shani. Misol uchun dadam 4 ta o'g'il bo'lsa ham, dadam ichki ishlar xodimi pensiyaga chiqqanlar. Ana o'zlari masalan o'sha kasb tanladi, bu kasb tanladi bizga hech qaysimizga bir to'sqinlik qilmaganlar. Qolgan sohalarda nima sohalar? To'g'ri ish qilyapsan, to'g'ri ketyapsan, bo'ldi. O'qigan qizlar ham ko'radi. Juda o'qigan bo'ladi ular. Ha, aqlli bo'ladi. Kinoda aytadi, o'qigansiz bo'lmaydi, aql o'rgatadi degan. Endi o'qiganga ham aytdim, bolalar bilan ishlayman, birinchidan aytdim, tushunish kerak bir-birini. Men gapiryapmanmi, tushunadimi? Unaqa uchratmaganman xullas. Shuning uchun keyin Asilani uchratganman. Ha, unaqa qiz uchratmagansiz, keyin o'z xohlagan qiz keyin uchragan Asila. Yo'q, Asila bilan gaplashib turardim. Endi nima desam bo'ladi? Menda ham birdan uylanish qarori kelmaguncha o'g'il bola bitta qizni ushlab olib uylanaman demaydi. Endi baribir uylanishdan oldin ichingizda o'tgan Asila bu savolim uchun xafa bo'lmayapsiz. To'g'ri, ko'zi ojiz, orttirilgan u narsa. Ertaga qiyinchilik bo'lmaydimi? U bu yoki bo'lmasam onamlar anaqa qilmaydimi? Qabul qilish masalasi qanday kelgan? Yo'q, unaqa narsa umuman boshimda ham qotirmaganman, o'ylamayman. Shunchaki shu qarorga kelganman. Shu tasavvur qila olishga 5 sekund o'sha Asilaga shu savolni berganman. Doim yoningda bo'laman, rozimisan?
shu narsa savol berganman. O'sha savolga Asila 5 daqiqa. Men o'sha savolni уже berdim. 1 daqiqadan Asila javob berdi. Bo'ldi. U tasavvurimiz o'sha daqiqaning ichida o'sha ota-onalar rozi bo'lishini ham his qilganmiz, hayotimiz yaxshi bo'lishini ham, bir-birimizni tushunishimizni ham. Mana 1 daqiqani ichida o'sha 50, 60 yilni necha yil umrimiz o'sha tasavvurimizdan o'tganda, bunda ham xuddi shu narsa his qilganman. Men ham shu narsani his qilganman. Endi bir-birimizga yana ham keyin yaxshi ochiqcha gaplashib ketganimizdan keyin bir-birimizga aytganmiz, qani nima his qilgansan o'sha vaqt savol berganda. Shunda aytganman-da, shunaqa bo'lgan, bunda ham xuddi shunaqa o'zidan his o'tgan. Endi taqdir men deb o'ylayman bu narsani. Ota-onalarga borib qanday aytgansiz? Lekin siz misol uchun ha deb qo'ydingiz Asila, bu yoqda dadangizga aytishingiz bor, oyisiga aytishingiz bor, qanday aytgansiz? Dadamga aytmaganman, ayamga aytganman. Ayam dadamga tushuntirganlar. Keyin yo'q, to'g'ri qabul qilishgan. Endi ko'p o'ylashadi meni. Xafa qilmaydigan, birinchi navbatda to'g'ri tushunadigan ota-onamga qiyin odam tanlash. Bir o'zlari kelib dadam bilan o'tirib gaplashib ketganlardan keyin hal bo'lgan. Dadam chaqirganlar Shohruh akani. Bilmayman nimani gaplashishgan. Keyin sovchi kelganda, birinchi o'zlari kelib dadam bilan shartnomaga qo'l qo'yib, xafa qilmayman deb. Biz o'zimizda hammasi tars bo'lishi kerak. Tars. Bizning hayotimiz shunday. Sportchasiga biz menga savol beradim, ukam ham oddiy mana. Eng yaxshi qilgan savolni beraman bu ekan. Baxt formulasini deydi. Men shunaqa savollarni men o'zim tushunmayman. Baxt formulasi nima? Baxt degan nimani tushunasan? Yo, bir narsa nima desam, nima degani o'zi boshqacha menga tushuntir deyman-da. Javob bera olmayman unaqa narsalarga. Xo'p, men bu savolga tushunasiz, demak, siz uchun baxt nimada? Yo'q. Ana shunaqa savolga tushunmayman. Xo'p, mana sizga savolda qaysi paytda o'zingizni juda baxtli his qildingiz? Juda ham quvnab, xursand bo'lib ketdingiz? Men to'yim bo'lgan kuni juda ham xursand bo'lib, yaxshi kayfiyatda baxtli bo'lganman o'sha kuni. Keyin farzandli bo'lgan kunim juda ham xursand bo'lganman. O'sha mana shu ikkita holat, to'g'ri olimpiadaniki uniki boshqacha. Boshqacha, lekin rostakam aytardim ukamga ham, nimaga jahon chempioniman-ku, nima yuridan xursand emasman deyman. Boshqalar meni o'rnimda bo'lsa qanday xursand bo'lib, ko'nglimdan nimagadir to'lishmasdi, nimagadir. Olimpiyskiy chempionman. O'sha payt xursand bo'lasiz, keyin musobaqa o'tgandan keyin yana oddiy holatga qaytib qolasiz. Nimadir yetmaganday bo'ldi. Men yetmaganman. Keyin to'yimiz bo'lgan kun, to'yimiz juda ham zo'r bo'lgan. Jahongir Polijonov kelgan. Ularga alohida rahmat aytaman. Shu ko'rsatuvda va'da berganlari uchun umuman pul olmasdan bizga to'yimizga xizmat qilib ketganlar. O'sha kuni juda ham xursand bo'lganman to'yimiz kuni. Keyin shu farzandim tug'ilgan kuni juda xursand bo'lganman. Hozirgacha ham hayotimdan xursandman. Qizimni ovozini eshitsam xursand bo'lib ketaman. Xo'p, mana savolda joyida. 10 yil oldingi Asila bilan hozirgi Asilani farqlari qanday? Nimalar o'zgardi Asilada? Ona bo'lishdan tashqari. 10 yil oldin yosh bo'lganman. Bunaqa panyatka bo'lmagan. Baribir dunyoqarash o'sha yoshga yarasha bo'lgan. Endi baribir kichkina bo'lganman-da, 17 yosh bo'lganman-da. Eski rasmlaringizni ham ko'rib chiqdim Instagramdagi oxirigacha borib. Har doim shu sochingizni kestirgan holda yurgansiz cho'lkada. Nima uchun? O'rganib qo'yganman. Nimaga stil o'zgartirmaysiz? O'rganib qo'yganman. Cho'lkamni yig'ishtirsam xuddi nimadir yo'qotganga o'xshab qolaman, lekin yig'ishtiraman musobaqa payti. Sochimga ko'p e'tibor berib olmasligim uchun sochimni tepaga yig'ishtirib, cho'lkamni yig'ishtirdimmi, уже men boshqa Asilaman o'sha kuni. Men bilan gaplashib bo'lmaydi o'sha kuni. Sochimni yoyib yurdimmi, cho'lka tushirdim, men oddiy, spokойно aytdim. Agar men yig'ishtirdimmi hamma sochimni, уже men seriozli, mas'uliyatli kundaman, boshqacha o'zgaraman. Shuning uchun faqat musobaqada. O'zbekistondagi musobaqalarda ham yig'ishtirilgan. O'zbekistondagi musobaqalarda ham soch yig'ilmaydi. Yo'q. O'sha chet elda olimpiadada bo'lsa yig'ishtiriladi. Xo'p, mana savolda sizga gap keling. Mana shu yerda ovozlar tushadi. Asilani eng dahshatli tarzda jahli chiqqan payt qachon bo'lgan? U paytda o'zini qanaqa tutadi? Bunga nisbatan Mikrofon beraymi? Keling. Keling, ko'ramiz. Trenirovkada ko'p oldimda yuradi. Nima bo'ladi? Asila opamga nisbatan nohaqlik bo'lsa, ustidan masalan qo'ldan kelishini bilib turadi. Hamma buni qo'ldan ko'p narsa keladi. Shu narsani qo'lingdan kelmaydi degan vaqtda juda asabiylashib ketadi. Juda. Shaxsiyatimga tegadigan gap eshitsamasa
Hop, endi bitta savolda menda shu o'rinda rahmat sizga bir vaqt. Ko'pchilik menimcha u narsani his qilasiz, ko'zingiz ko'rmaganligi uchun sizga boshqacha ko'zda nazarda qarashlari sizga yoqmaydi. Mana shuni aytgansiz. Shu haqida gapirib bering. Berishlarini. Menga past baho berishlarini yomon ko'raman. Mana hozir men hamma narsani realniy qabul qilaman-da. Ko'p ko'rmayman, nima bo'pti. Kelishadi menga aytishadi. Shuncha yutuqlaringni o'zing ko'rsayding, ko'zing ko'rib ketsa edi. Men jahlim chiqadi u gapga. Xo'p, nimaga? Xudo sinov bergan-ku, Xudoga shukr qilaman-ku men. Men olmayapmanmi? Boshqalarni nima qiziqtiradi? Meni shu narsa asabimni buzadi. Keyin men ham jahlim chiqib ketadi, aytaman, odam o'lishni ham o'ylash kerak. Baribir u dunyoga borganda, ozmi ko'pmi baribir meni ligotan bosilay qaraganda deyman. Shuning uchun shukr qilaman. Hech narsa qilmaydi. Ko'rib yashab o'ldingiz nima, ko'rmay yashab o'ldingiz nima. Baribir u dunyoda hisob-kitob hammaga teng bo'ladi. Men shu narsani tushunib turganman. Atrofdagilar men shu minusni ushlab olib gap aylantirsa, meni asabim buzilib ketadi baribir o'sha narsalarga. O'zingiz risk javob qilasiz o'sha paytda. Bilaman, bunaqa qilish. Yaqinlarga bo'lsa, mana yuzma-yuz o'tirib o'zimga gapirgan odamlarga risk javob beraman. Agar gap tashlayotgan odamlarga indamayman. Xudo bako deb qo'yaman. Harakat. Gapirgan vaqtda eski javob qaytarib o'zi jim bo'lib qoladi. Bitta intervyuda ko'rdim, aytyapsizki, yaqinlaringiz qo'llab-quvvatlamaydi, hattoki yaqinlar oyoqdan chaladi degan fikrni oldingiz ko'rgansiz. Nima uchun unaqa degansiz? Bor, endi o'zimiz oila a'zolarimizdan tashqari ham yaqinlarimiz bor-da bizani. Ota-onam, opa-singlimdan tashqari ham yaqinlar bor, ular qo'sh tirnoq ichida ularni aytib bo'lmaydi. Bilib turaman, sezib turaman, nagli gapirishga harakat qiladi, baribir. Nima deyman endi? Chempion bo'lsam, ularga shu javob deb qo'yaman. O'zingiz yutug'ingiz bilan ularga ko'rsatib qo'yasiz. To'ydan keyin qanday gaplar sizni g'ashingizga tegdi? Odamlar tomonidan yoki yaqinlar tomonidan? Yaqinlar endi menga ochiqcha hech kim ayta olmaydi. Endi xarakterim ko'pchilik biladi. Endi orqa tomondan aytilgan gaplar nima ham deymiz, o'tib ketamiz, shuni eshitmay. U gapirib Javobingiz bo'lmaydi. bo'lsa ayting demoqchiman-da hozir. Ularga ham. Endi hech kim meni hayotimni bilmaydi, asiylarni bilmaydi, shuning uchun kallasiga kelgan gapni gapiravermasdan, bilmasdan hech narsa bilmaslik kerakda. Ko'pchilik endi kommentariylarda ko'rganmiz, boshqa qilganmiz, balki deydi hamma sharoit qildi, pul uchun uylandi, u yoq, bu yoq. O'zimda ham topish tushim yaxshi bo'lgan. Shu meni bilganlar biladi hammasi. Bilmaganlar shunaqa gapiraveradi. Shu o'zida yo'q, olamda yo'q. O'shanga aytaman-da, nima biza erga tegmay o'taylikmi? Pulimiz ko'p bo'lsa biza nima qilaylik biza? Borib boshqa kvartirada yashaylikmi? Yo bo'lmasa mashinamizni tashlab taksida yuraylikmi? Nima qilaylik? Bu pulimiz ko'p bo'lsa ham biza erga tegmay yashashimiz kerakmi? Tushunmay qolaman. Ishxonamga borib meni ham so'rashdi, o'zi qancha oylik olganman, qancha daromad qilganman, shu hamma bilishadi. Hozir so'rayman, masalan, bir oyda sir bo'lmasa qancha topasiz? Men o'zim trenerligingiz o'zingizdan. Endi ko'pchilik o'ylaydi, rostdan ham asiylarni topgan puliga, chempionlik puliga yashaydi, u bu degan gaplar bo'lar ekan. Mana o'zlarim hozir oyliklarni endi oylikni yoshiradigan bizda davlat tashkilotida ishlayman. Trenerlar biladi o'zi. Ustama degan narsa bor. Har bitta chempionga 10% dan ustama beradi. 190% ustaman bor. Shu kecha kunduzga. 190% degan bitta oyligingizni 190% yana qo'shib beradi. 100% emas, 190%. Taxminiy qancha atroflarda? 16-17 ga borib qoladi. Undan tashqari Qarshida 3-4 zallarga pul alohida pul. To'garak ochganman. Men aytay, shu ko'plar meni pulim hisob-kitob qiladi, Shohruh akaga emas. Men hamma menikini hisob-kitob, meni hamma pulim ota-onamda. Ota-onamga berib kelganman. Demak, to'ydan oldin, esladim. Parijda yutgan pul. O'shani bo'lisha olmaydi. $200,000 nima qildingiz? $200,000 ota-onam yashaydigan uylarini chotki qilib berganman. Qashqadaryoda uyimizni, unga ham $70,000 ketgan. Undan tashqari hamma pulimizni ota-onamga berganman. Chunki ular haqli. Shunaqa. Undan tashqari ko'rdim, xursand bo'ldim. Ukangiz uylanayotganlarda uy sovg'a qilibsiz, chunki ukangiz arziydi bunga. Ukamga uy sovg'a qildim. Yana bitta uyimiz bor edi, uni onamning nomiga o'tkazib berdim. Hozircha hech narsa yo'q. Bo'linglar. 3 ta mashinamiz bor, hammada mashina bor, Xudoga shukr. Dadamda bitta mashina olganingizni qo'ygan ekansiz. Dadamda Bevati, Taxvo o'zimizda, ukamda Malibu, hammamizda Xudoga shukr mashina bor. Shuning uchun unaqa o'ylamaylar o'rtoqlar. Asiylarni topayotgan puli o'ziga.
Oila a'zolari arzinglar bunga, pochchaniki esa oilaga. Shohruh akani mashinalari dadalarida, endi dadalaridan ketib mashinani olib kelib mani mindirib yurmaydilar-ku. Oldin ota-onalar bilan yashaganlarida Shohruh aka o'zlari minib yurgan, endi otalariga tashlab men bilan kelganlar. Endi nima qilsinlar ular? Dadalari peshkom yurib, men mashinada yurmayman-ku. Endi ular ham bilishmaydi. Juda oqil ayol ekansiz. Xo'p, mana oilali bo'lgandan keyin boshqacha fikrlay boshlaydi-da odam. Bosiqroq bo'ladi. Asila bosildimi yoki bo'lmasa aksincha sho'xmi hali? Asilami? Asila o'zgarmaydi. O'sha. Qaysarligi bor. Bitta xarakter bor. Nima deydi? Bir narsani o'yladimi, qilaman dedimmi, o'sha narsani qiladi. Qaytara olmaysiz. Qaytaraman. Siz Endi bu xarakterda masalan uchun necha yoshga kirdi Asila? 20 yil ota-onasi. O'ylagan narsasi to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Lekin qarangda, men bitta narsani sezdim hozir, gapingizni bo'ldim. Men Asilaga suv tutqazyapman, sezish qobiliyatlari juda baland. Yoki bo'lmasa qisman ozgina ko'rasizmi? Yo'q, hamma shunga ozgina bo'lsa ham. Ming marta ko'rmayapman deb Instagramga qo'ysam, yo bitta gaz tozalagan ham qo'ysam, voy ko'ryapti ekan deb odamlar yozishadi. Yo'q, shuni qanaqa qilasiz? Men hayron qoldim-da. Yozgan ekansiz keyin opisaniyada ko'rmasdan ham qilsa bo'ladi. Ko'rish kerak-da. Asilada shuna narsa bor. Boshqa ko'z ko'rmaydigan insonlar ham bor. Hayotga taslim bo'lgan, bo'shan insonlar, ular chuvstvasi kam. Asilada nima uchun? Adrenalini baland o'zini, energiyasi baland. His qilish hammasini bilishni xohlaydi, chuvstva qilishni xohlaydi, shuning uchun his qilish juda baland. Bildim mana. Hozir lekin buni tushunish ham kerak-da. Olimpiadada ko'zimni ko'rmasdan turib rekord qo'yapman-ku. Uyda hech narsa emas-da. To'g'ri, lekin o'sha ish qilgan odam qanday boshqa ish qila olmaydi? O'zi 5 metr 24 santimetrda уже og'izga olsam, naglas bir metrga o'lchab ko'rsa, juda katta masofa. O'shada oson emas. 3 xayol uni ustidan 3 o'tadimi deb o'ylaysiz. Masofani o'lchab ko'rsiz, metr olib o'lchab ko'rsin 5 metrda. Yo ko'zlarini yumib sakrab ko'rishsa ham bo'ladi. Men yarim metrga ham sakramasam kerak deyman-da. Hech kim qilolmaydi, to'g'ri. Xo'p, yana savol, kelajakda mana ikkalaringlar endi bitta oilasizlar, sportchilar oilasi. Asila bilan Shohruhning kelajakda nima rejalari bor? Sport sohasida. Bizning sport maktab qurish niyatimiz bor Ikkalaringlarnikimi? Asilaniki. Asilanikimi. O'zingizda-chi Asila? Men hali biznes qilishga tayyor emasman deb o'ylayman, chunki o'zim qiladigan ishim ko'p hali. Chunki braziliyalik soperniklarim bor, 42 yoshda ham chempion bo'lib yuribdi. Men ularni ko'raman, men hali yoshman-ku. Ulardan 15 yosh kichkinaman. 50 yoshgacha bormoqchi sportga bu. Xudo xohlasa. Shu uzoro yoshgacha trenirovka qilib yurmoqchiman. Baribir ham sport hayotimizga naqasi ko'p-da, yosh ko'rsatadi, odam organizmini yangilaydi. Xo'p, rekordni yangilaysizmi? Ha, yangilayman. Rejangizda qanaqa bar bo'ladi-yu, o'zingizdan o'tadi. Liza Diamond yangiliklar qilishdan aslo charchamaydi. Dubay quyma tillalarini endi siz aynan Liza Golddan topasiz. $750 probaga ega bo'lgan ushbu Dubay quyma tillalari nafaqat naqdga, balki muddatli to'lovga ham bo'lib to'lashga bor. Agar sizda qandaydir savol tug'ilsa, murojaat uchun ushbu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Liza Diamond va Liza Gold bu aristokratlar tanlovi. Oldin juda ham vesim kichkina bo'lgan, 48 kilo bo'lganman. Og'ir shtangalar maksimalni ishlay olmaganman. Vesingiz ko'p bo'lsa, siz og'ir shtanga ham ishlay olasiz. Hozirgi o'ylayman, kuchim shu 9 oy davomida 18 kilo ves ko'tarib yurganman-da. Kuchim hozir oshgan. Bemalol silovoy trenirovkalarni ham qila olaman. O'ylaymanki, rekordimni ham yangilay olaman. Ishonamiz bunga. Xudo xohlasa sizchi ko'pchilikka mana motivatsiyasizda, qizlarga ayniqsa. Xo'p, har qanday ayol u yutuqli bo'lsin, yutuqsiz bo'lsin, hayot sinovlari yoki bo'lmasam o'zi ba'zan qalban bo'ladi-yu, shunaqa o'ynab turadigan kayfiyatimiz. Shunaqa paytda qanday kuch topasiz, nimadan motivatsiya olasiz? Men ko'proq tinchlikni yaxshi ko'raman. Trenirovkadan kelib yo qizim bilan
kunimni o'tkazaman yo yotaman, faqat xonamda dam olaman. Tushkunlikka Shohruh akaga ko'p aytaman, nimagadir xayolimga tushkunlik kelaversa, bu menga emas deb chiqarib tashlayman xayolimdan. O'zimni olib kelmayman o'sha o'ylantirib o'sha vaziyatga. Chunki juda ham ko'p qiyinchilikdan o'tganman. Endi bundan boshqa qiyinchilik qolgani yo'q-da menga o'ylanadigan. Ko'pchilik o'ylaydi, Asila shu yo'lgacha shunday bo'lib keldi, omadli ekan, lekin bo'lmagan. Yo'q, 8 yil trenirovka qilganman. 8 yil. O'sha 8 yil davomida o'zingiz o'tganini o'zingiz bilasiz baribir. Shunaqa trenerim Sardor ekanni uylarda yashaganman. O'sha birinchi. Buyoqda? Ha, Toshkentda uyimiz bo'lmagan. 17 yoshimda Sardor ekan uylarda yashaganman. Birga trenirovkaga olib kelardilar, olib ketardilar. Ko'p narsani menga Sardor aka o'rgatganlar. Shu qadamimni sanab sakrashni ham, sezishni ham, qanday tushunishni ham meni psixologически kuchaytirgan inson Sardor Abduxoliqov bo'ladi deb o'ylayman. Ustozga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, hozir ayting. Ustozimga rahmat aytaman har doim. Yutsam ham shu trenerimni ko'p gapiraman uyda. Sardor aka mana bunaqa qiladilar, bunaqa qiladilar, menga bunaqa o'rgatganlar. O'sha ularning tarbiyasini 8 yil olganimdan keyin uyda mana shunaqa qattiqqo'l bo'lib qolganman. Ularga o'xshab. Ta'sir bor baribir. Ha. Misol kimni qo'lida shogird bo'lsangiz, ustozingizga o'xshaysiz-ku. O'sha ularni ta'sirlari menda bor. Prinsiplari, taktikalari, hamma nima o'rgatgan bo'lsa, hammasi meni esimda qolib ketgan. Hozir ham ustozingiz bittami, lekin bir ikkita yana ko'paygan deb Yo'q, ustozim ikkita. Sardor akani ham ustozlari bor, Rahmon Jumayevich. Ular meni sakrashdan polniy trenirovka qiladigan, OFP trenirovkalarimni fizический подготовка qildiradigan trenerim Rahmon Jumayevich. Qumda sakrashga ovoz beradigan trenerim va psixologiyamizni kuchaytiradigan trenerimiz Sardor aka. Baribir psixologiyani o'rni bilaman. Xo'p, men bu Asila ba'zan tushkunlikka tushib qoladi-yu. Shunaqa paytda Xudoq unga nisbatan qanday motivatsion gaplar aytasiz? Yoki o'sha paytda umuman keling oilaliklarga maslahat, qanday ayolni podishka qilish kerak? Endi Asilaga misolni olsak, Asiladan kamdan kam holatda tushkunlikka tushadi. Naborot sizga bu kuch beradi. Ha, shunaqa endi bir-birimizga misol uchun bizning hayotimizda belki nima deydi, romantika va unaqa emas-da. Nima shalpayasan? Nima endi o'rtada bo'shashasan? Tur qarsillab yur, bo. Ana shunaqa savol-javob bo'ladi bizda. Shuning uchun bizda unday holat eslolmayman. Bo'lgan bo'lishi ham bir ikki marta. Tur nima bo'shasam bir-birimizga qarab. Men bo'shashib turibsiz. Men charchadim, xulayman desa. Charchadim degan gap aytib bo'lmaydi bizda. Bir-birimiz aytsak, bir-birimiz kulamiz. Nima qildingiz charchabdi? Boshlaymiz bir-birimizga. Charchaydigan ish qilganimiz yo'q hali. Shuning uchun bo'shashganni qilib, lashaygan bizda bo'lmadi, energiya ishni hamma narsa. Asilani o'zi ham misol uchun nima desam, yoshligida ham o'zi sho'x bo'lgan. Tashqi ko'rinishi faqat allayman jimgina deb. Bilyaptilar-ku. Hamma narsaga savolga nima deydi, juda chuqur o'ylaydi. Tez javob beradi. Biz chuqur o'ylaymiz, sekin javob beramiz. O'zi shunday bo'lishi kerak, erkak shunday, ayol shunday. Bu shunaqa. Lekin bu ham to'g'ri o'ylaydi. Mana biz o'rtani o'ylaymiz, o'rtani mo'ljallab qaror chiqaramiz. Lekin ko'nglimizga olib, xafa bo'lib, unday dedingiz, bunday dedingiz. Ya bir-biriga bo'ldi gaplashib ketaveramiz. İlk qadamni demak, yaxshi tomonga surish uchun pochcha tashlaydi. Yo siz ham tashlagan paytingiz bormi? Ha, mana. Men o'zi siqilib ketaman agar hech kim gapirmasa uyda. Ha, yo'q. Ha, juda ko'p gapiradi. Uyda gapiradi. Suhbatdoshlar. Kuzatadigan muxlislar bor. Instagramda, sport sohasida o'ziga yaqin oladiganlar, dildan yaqin oladiganlar, ularga nima gaplaringiz bor? Aytmoqchi bo'lgan. Meni kuzatadigan muxlislarimiz juda ham ko'p. Instagramda ham zaproshga ham yozishadi. Ko'chada ham ko'rsa kelib rasmga tushishadi, farzandlarini rasmga tushirishadi. Baribir negativ deganimiz bilan 99% meni insonlar yaxshi ko'rishadi. 1% negativ bor. O'sha yaxshi ko'rayotgan insonlarga men ham sizlarni yaxshi ko'raman, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa, hali juda ham ko'p chempion bo'laman. Xudo xohlasa. Sizchi, pochcha? Menmi? Hammaga rahmat, nima deyman, men boshqa gap yo'q. Bu yog'iga masalani sizga topshirdik. O'shanda nima deydi, qanday shu paytgacha chiroyli, mana shunaqa qo'noq saqlab kelayotgan bo'lsangiz, bu yog'iga ham shunaqa saqlang va kelajagingizni o'ylaymanki, sportchilar oilasi wow bo'ladi va bom bo'ladi, energiya to'la bo'ladi. O'ylaymanki, menimcha qizchalaringlar ham sport sohasidan ketishiga ishonaman.
shunaqa. Omad tilayman. Rahmat sizga ham. Rahmat Asilajon, mazza qilib suhbatlashdik. Demak, Yashin TVning aziz muxlislari, qadrdonlari va ancha yildan beri biz bilan sinalib kelayotgan qadrdon kuzatuvchilarimiz, sizga ushbu intervyumiz yoqqan bo'lsa, bizga like va Asila Podpiska bosib qo'yinglar. va kommentni hammamiz Kommentariy yozinglar, biz o'qiymiz. Men o'zim bo'sh qolgan vaqtim faqat shu Instagramda, YouTube'da kommentariyalar ko'rib Man chiqaman. o'qimay ham qo'ydim kommentariylar. O'sha uchun zo'rlarni yozinglar. Shunaqa. Hammasini bittalab o'qiydi. Rahmat. Rahmat.